Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, ta'lim samaradorligini va sifatini oshirish mavzusi haqida gaplashib o'tamiz. Pedagogik kompetentlik bu o'qituvchining bilim, ko'nikma, malaka va munosabatlar majmuasidir. U quyidagi sohalarda namoyon bo'ladi. Metodik kompetentlik ta'lim berish metodlarini bilish hisoblanadi. Axborot kommunikatsion kompetentlik texnologiyalardan foydalanish qobiliyati. Shaxsiy va ijtimoiy kompetentlik o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bu o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi usul, vosita va yondashuvlar majmuasidir. Ular o'qituvchiga darsni samarali tashkil etishni, o'quvchini faol ishtirokchi qilishni, natijadorlikni oshirish imkonini beradi. Axborot kommunikatsion texnologiyalari akti o'qituvchining raqamli savodxonligini oshiradi, darsni interaktiv qiladi. Modulli ta'lim texnologiyasi o'quvchilar mustaqil ishlashga o'rganadi, o'qituvchi nazoratni puxta yo'lga qo'yadi. Muammoli ta'lim o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantiradi, o'qituvchi analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Blended learning aralash ta'lim an'anaviy va onlayn darslarni birlashtirish orqali moslashuvchanlikni ta'minlaydi. PowerPoint taqdimotlar yordamida mavzuni tushuntirish bu vizual idrokni kuchaytiradi, o'qituvchining texnologik kompetentligini rivojlantiradi. Quiz, WordWall, Kahoot kabi interaktiv platformalarda o'quvchilar bilan mashqlar bajarish aktidan samarali foydalanishni ko'rsatadi. Misol uchun, klasterlar, akvarium, aqliy hujum texnologiyalarini darsda qo'llash o'qituvchining metodik kompetentligini oshiradi. Unumli foydalanish shartlari. Rejalilik texnologiyalar dars mazmuniga mos tanlanishi kerak. Maqsadga yo'naltirilganlik texnologiya o'quv maqsadlariga xizmat qilishi lozim. Moslashtirish yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda qo'llash. Tahlil va baholash foydalanilgan texnologiyaning samarasini baholay olish. Ta'lim texnologiyalaridan oqilona foydalanish orqali boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'zining metodik, kommunikativ, axborot kommunikatsion va shaxsiy kompetentliklarini rivojlantiradi. O'quvchilar uchun motivatsion, samarali va qiziqarli ta'lim muhitini yaratadi. 21-asr talablari darajasidagi zamonaviy pedagogga aylanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.